yana qo'shimcha tarzda nutritsiologiya insonni to'g'ri organizmini ishlashga o'rgatishga yordamlashadigan fan. Bizada tanamizda 12 ta organ sistema bor. G'arb tabobati degan narsa bor, sharq tabobati degan narsa bor. Sharq tabobati shu 12 ta organ sistemani yaxlit bitta idish sifatida qabul qilgan. U sin deyiladi. 5 xil unsur bor. O'sha 5 xil unsurni tanadagi o'sha suyuqliklarni funksiyasini to'g'irlash orqali davolagan, tarkibi natural komponentli giyohli ozuqalar, giyohli dorilar orqali davolagan va g'arb tabobati bor. G'arb tabobati bo'lsa, hozirgi savremenniy meditsinamiz u insonni har bitta organini alohida, ko'z uchun alohida, bosh uchun alohida, tomir uchun alohida, suyak uchun alohida, teri uchun alohida. Qisqa qilib aytganda, bitta inson tanasini 200 dan oshiq bo'laklarga bo'lib o'rganishga boshlagan.